guruhimizga yig'ilib o'tirgan mana shunday go'zal baquvvat zo'r san'atkor mana menejer deganday yigitlar xush kelibsizlar. Mana bugun sababchimiz Sulton Niyoz ekan. Sulton Niyoz tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Boya avvalo juda chiroyli aytildi. Birinchi onani hurmat qilish kerak. Bugun seni tug'ilgan kuning emas, bugun onang seni boşangan kuni deymiz-ku. Shuning uchun onalarni hurmat qilib, shu onalarni ushlanmaydi. Mana shu hozir qancha yaxshi niyatlar aytilyapti. Shu niyatlar hosil bo'lsin. Mana yaxshilik bo'lsin. Amin. Uzoq umr, topganingizlar doim chiroyli dasturxonlarga, chiroyli kunlarga, yaxshi to'ylarga nasib etsin. Bizlarning yig'ilishimiz yo'qolmasin. Mana shunday yaxshi kunlaringda, yaxshi niyatlar qilganlaringda birga bo'laylik doim. Shu yerda o'tirganlarga ham hammaga yaxshi niyatlar, Alloh kim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Chiqib yaxshi kunlarda doim uchrashish nasib etsin. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman. Yana bir bor tug'ilgan kunlar bilan. O'zimni tug'ilgan kun desang shuni keldi ekan. Men o'zim bo'lmaydi. O'zimni tabriklab olaylik. Uni keldi ekan 8 yil